Oshqozon 12 barmoq ichak yara kasallikligi hozir kunda eng bir dolzarb muammolardan biri bo'lib, uni keltirib chiqaruvchi sabablar bu Helicobacter pylori bakteriya infeksiyasi, noto'g'ri ovqatlanish, stress holatlari, og'riq qoldiruvchi dori-darmonlarni me'yordan ko'p iste'mol qilish hamda zararli odatlarga ega bo'lish, bular spirtli ichimlik, non, sigaretlar chekish oshqozon 12 barmoqcha kasalligining belgilaridan epigastral sohada och qoringa, to'q qoringa, tungi kuchli og'riqlar bo'lishi, jig'ildon qaynash, zarda bo'lishlar hisoblanadi. Bu oshqozon 12 barmoqcha kasalligi o'zining quyidagi 5 ta asorati bilan o'ta xavfli hisoblanadi. Bu oshqozon 12 barmoq yara kasalligidan qon ketishi, uni perforatsiyasi yoki yorilishi, teshilishi, uni 12 barmoqcha qismining torayishi, stenozi, uni xavfli o'sma kasalliklariga o'tib ketishi yoki yaraning qo'shni a'zolariga o'tib ketishi hisoblanadi. Agar sizda yuqoridagi shikoyatlar bezovta qilsa, darhol bizga murojaat qiling.